Assalomu alaykum, hormanglar. Bir kichkina e'lonimiz bor sizlar uchun. Diqqat bilan eshiting, iltimos. Xo'p, semishga shirot bo'yicha oqshom bir ma'lumot aytdim. Uzr so'rayman, ozgina xatolashib beribman. Boshqa xaltalarimizga qarab 50 kilogramm deb aytib beribman. Semishkali shirotlarimiz hozirda 3 xil razmerda xaltalanadi. Birinchisi 30 kiloligi, ya'ni proteini sal ozroq. Ikkinchisi esa 35 kiloligi. Buni xaltasi sal ulroq arganga nisbatan. Uchinchisine keladigan bo'lsak, uchinchisi 40 kiloligi. 40 kiloligi proteini balandlisi, proteini foizi baland. 35 bilan 30 kilolik esa proteini pastroqi. Endi ish bajoyida kamchilik bo'lishi mumkin. Shuning uchun alashmat binduraslar. Kop narxi, optim narxlari bo'yicha pastdagi aloqa raqamlaridan danishib olsangizlar bo'ladi. Bir de kop narxi deganda to'g'ri tushuning, 30 kiloga 30 kilo narxi yozilgan. 35 kiloga 35 kilo kop narxi yozilgan. 40 kiloga 40 kiloni kop narxi yozilgan.